Bilasizmi? Siz har kuni o'zingizga zarar beryapsiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Sog'lig'ingizni e'tiborsiz qoldirmang. Senga nima bo'ldi? Nega tiziming o'chyapti? Men uning miyasi. Tizimda xatolik. Menga suv yetishmayapti. Shu sabab fikr sekinlashyapti, xotira o'chyapti, asabiylashish boshlanyapti. Darhol 1 stakan suv iching. Kuniga 6-8 stakan, shunda miya normal ishlaydi. Ha, suv kelsa, fikr tezlashadi, tizim yana ishlaydi. Sizni kim bunchalik charchatyapti? Men uning jigari. Shakar har kuni tort va shirinlik. Men hammasini yog'ga aylantirib ulgura olmayapman. Shirinlikni kamaytiring. Har kuni ko'kat yeying va kamida 6 stakan suv iching. Shunda men ortiqcha yog' yig'mayman va normal ishlayman. Nega bunchalik jahldorsiz? Men uning oshqozoniman. Soat 1 da ovqat tushdi. Men dam ola olmayapman. Ertaga og'izdan hid, tana shish va qorin chiqadi. Uyqudan 3-4 soat oldin ovqatni to'xtating. Chunki kechasi hazm sekinlashadi va ovqat tanada yig'ilib qoladi. Shunda men dam olaman, ertalab hidam, shisham bo'lmaydi. Sizni nimadir bezovta qilyapti shekilli. Men uning buyragiman. Gazli ichimlik va sho'r chipslar men bu tuzni chiqara olmayapman. Shish va bosim oshyapti. Gazli ichimlikni kamaytiring, sho'r ovqatni cheklang. Har kuni kamida 6-8 stakan toza suv iching. Shunda menda tuz chiqadi, shish kamayadi va bosim normallashadi.